aytishlaricha aqlli odamlar kal bo'lar emish. Bu gap qayerdan kelgan? Sovet davlatining asoschisi Vladimir Ilich Lenin tepakal bo'lgan. Xuddi mana shundan kelib chiqqan. Endi yana bir narsa, shu sovet rahbarlaridan bittasi Kalinin degan inson bo'lgan. Mixail Ivanich Kalinin. U O'zbekistonga ham kelgan, Andijonga ham kelgan. Butun ittifoq oqsoqoli, Vissosoyuzniy aksakal degan nom olgan. O'sha oqsoqol Kalinin bo'ladi. Ko'pchilik Lenin bilan Kalininni aralashtirib qo'yadi. Lenin kal bo'lgan, shuning uchun uni Kal Lenin deyishgan deydi. Aslida ular ikkita odam. Bu gapga ishonib bo'lmaydi. Kal odam aqlli bo'ladi deb. Aql sochga qarab turib belgilanmasa kerak degan fikrni bildiraman. O'tkir Hoshimov, Omon Matchon, Said Ahmad degan ulug' adiblarimiz o'tgan. Umrlarining oxirlarigacha sochlari to'kilmagan. Demakki, aqlli odam kal bo'ladi degan bir fikrning noto'g'ri ekanligini bu yorqin isboti bo'ladi. Ba'zi birovlar biz yoshligimizda ayniqsa shu Leninga havas qilib, sochlarimiz to'kilib kal olib aqlli bo'lib ketamizmikan degan fikrlar bo'lar edi. Sochga qarab turib aqlning ko'pligi yoki ozligi belgilanmaydi. Shuning uchun bunaqangi bu bidiyat narsalar ularga ishonib bo'lmaydi. Soch insonning ko'rki, soch to'kilmasa bu aqlsizlik belgisi emas, balki sochga bo'lgan mehr muhabbatning yuqori ekanligi yoki salomatlikning yaxshi ekanligi degan bir fikrga kelamiz, bir to'xtamga kelamiz. Demak, insonni soch to'kilgan bo'lsa xafa bo'lmasin, o'zini aqlliman deb yuraversin. Sochi borlar esa yana ham xursand bo'lsin, hali yosh ekanman deb.